Oltinsoy tuman tibbiyot birlashmasida korrupsiyaning oldini olish, halollik tamoyillarini mustahkamlash hamda tibbiyot tizimida ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash masalalariga bag'ishlangan targ'ibot tadbiri o'tkazildi. Tadbirda tibbiyot xodimlari ishtirok etib, korrupsiya jamiyat taraqqiyotiga to'sqinlik qiluvchi, insonlarning davlat va jamiyat institutlariga bo'lgan ishonchiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi illat ekani ta'kidlandi. Ayniqsa, tibbiyot sohasida halollik va mas'uliyatning o'rni beqiyos. Chunki shifokor va tibbiyot xodimiga murojaat qilgan har bir fuqaro avvalo e'tibor, adolat va insoniy munosabatni kutadi. Men Ismatov Muzaffar Toshquluvich Mo'minqul mahallasida istiqomat qilaman. Har doim mana shu ko'p tarmoqli poliklinikaga davolanaman mijozidan. Har doim mana shu yerga kelganimda juda yuqori darajada xizmat ko'rsatadi. Korrupsiyadan xoli hudud bo'lgan va mana shu bilan barcha mijozlarga yaxshi xizmat ko'rsatadi. Men mana shu yerda xizmat qilayotgan barcha xodimlarga katta minnatdorchilik bildiraman. Tadbir davomida korrupsiyaviy holatlarga yo'l qo'ymaslik, xizmat vazifalarini vijdonan bajarish, bemorlar huquqlarini hurmat qilish, manfaatlar to'qnashuvining oldini olish hamda qonuniylikka qat'iy rioya etish yuzasidan fikr va mulohazalar bildirildi. Men mana tibbiyot xodimlariga keldim, ringga tushgani. Rahmat ularga. Bir so'm pul so'ragan yo'q. Juda yaxshi tashxis berdi. Qo'llarim, oyoqlarim og'rib ketdi. Inspektorimizga rahmat, hukumatimizga rahmat. Bepul davolab beryapti. Har bir tibbiyot xodimi o'z faoliyatida halollikni ustuvor mezon sifatida belgilashi, har qanday noqonuniy manfaat va tamagirlik holatlariga murosasiz munosabatda bo'lishi zarurligi qayd etildi. Zero korrupsiyaga qarshi kurash faqatgina mas'ul tashkilotlarning emas, balki jamiyatning har bir a'zosi, har bir jamoa va har bir xodimning umumiy vazifasidir. Tadbir yakunida tibbiyot xodimlari o'z kasbiy faoliyatida qonuniylik, adolat, shaffoflik va halollik tamoyillariga qat'iy amal qilishga chaqirildi. Chinakam halollik bu shunchaki talab emas, balki inson salomatligi va xalq ishonchiga xizmat qiluvchi yuksak mas'uliyatdir. Oltinsoy tuman tibbiyot birlashmasida bunday targ'ibot tadbirlari orqali sog'liqni saqlash tizimida halollik muhitini yanada mustahkamlash, korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish va aholiga sifatli hamda adolatli tibbiy xizmat ko'rsatish borasidagi ishlar izchil davom ettiriladi. Oltinsoy tumani tibbiyot birlashmasi xodimlari korrupsiyaga qarshimiz.